o'yla, sen sog' bo'lsang, keyin qolgan narsalar bo'ladi degan narsalarni singdirishadi. Lekin masalan juda ham ko'p onalarni ko'raman, o'sha o'quv markazida kelishadi. Agar farzandini kun davomida maktabga, undan har xil kurslarga yoki bo'lmasa o'sha sportiga olib borib, uni orasida yana ro'zg'or ishlari, bolalarni qornini to'yg'izish, chiroyli kiyintirishni bu ona qilmasa, boshqa odam qilmaydi. Lekin bu ona faqatgina o'zi bilan shug'ullanib, faqat oynaga qarab o'zini sevish bilan shug'ullansa, ertaga katta bo'ladigan avlod bunaqa bilimli bo'ladi deb o'ylamayman. O'ziga g'amxo'rlik qilish deganda, masalan, mana shu ham. Ya'ni faqat o'ziga bo'lgan e'tibor, onaligiga, ayolligiga, bandaligiga yomon ta'sir qilmasligini ham o'z-o'zidan ichiga qo'shib nazarda tutgan edim. Ya'ni har bitta ayol o'zidan mamnun bo'lishi uchun uni nafaqat tashqi go'zalligi muhim, balkim ona sifatida ham men yaxshi ayolman, yaxshi insonman degan his har bir inson uchun, har bir kishi uchun muhim. Agar tasavvur qiling, kimdir juda ham qimmat kiyimlarni kiyib, o'zimni sevyapman, shunaqa, mana shu o'ziga bo'lgan muhabbat deb aytadigan bo'lsa, u yolg'onchi bo'lishi mumkin. Chunki u kiyimni agarda kiydim va boshqalar ko'rib baho beradi deydigan bo'lsa, u yana o'zini hayotining markazida o'zi emas, boshqa odamlar uchun qilyapti. Ya'ni gap qayerda? Agar shu kiyimga sarflangan pulni boshqalarga sarflab, ularga yoqayotgan bo'lsa ham, yoki kiyimni o'zi olib, boshqalarga kiyim orqali yoqaman desa ham, ikkalasi ham bir xil holat. Ikkalasida ham baribir fokus boshqa odamlarda bo'lyapti. O'ziga g'amxo'rlik qilish bo'lsa, boshqalar uchun yaxshilikni qilaman. Bundan o'zim ham masalan ikki dunyoda manfaat olaman degan niyati. Ya'ni hammasi qalbdagi hislar, xohish va niyatga juda ham qattiq bog'liq. Tushunarli. Demak, bu narsani odam o'zi belgilaydi. O'zi belgilaydi. Sevish va xudbinlikni. Bir aytolmaymiz belgini. Chunki qayerdadir kimgadir xudbinlik ko'rinishi mumkin. Chunki odamlar kimgadir yo'q deyish ham xudbinlik ko'rinishi mumkin. Lekin aslida qayerlardadir yo'q deya olmaslik xudbinlik. Masalan, xuddi farzandiga yo'q deya olmasa, unda mustaqillik rivojlanmay qoladi. Yoki kimgadir yo'q deya olmaydi, lekin ichidan rozi bo'lgan, yordam bergan odamiga nafrat odamlarda yashaydi. Uni shunaqa qilmasdan yomon so'zlar bilan so'kib qarg'ab yurishi mumkin. Ya'ni yo'q demaslik bu juda ham bag'ri kenglik emas demoqchiman. Har doim ham. Har doim ham. Ko'p narsa qalbdagi niyatlarga va hislarga bog'liq.